Joriy yil boshidan davlatimiz rahbari tashabbusi bilan yurtimizning barcha hududlarida mahalla bankirlari faoliyati yo'lga qo'yildi. Ya'ni har bir bank endi o'ziga biriktirilgan mahallalarda mahalla bankirlari hamda yordamchi agentlar orqali aholiga biznes loyihalarini amalga oshirishga va o'z tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yishga ko'maklashadi. Mavzuni Apex Bank misolida muxbirimiz davom ettiradi. Mazkur tashabbus 2024-yil dekabr oyida davlatimiz rahbari tomonidan qo'llab-quvvatlangan edi. Shu asosda Apex Bank ham joriy yil boshidan o'ziga biriktirilgan hududda, shu jumladan Yangihayot tumani Xo'ja-Uchqon mahallasida mahalla bankiri shtatlarini tashkil etdi. Endi ular o'z faoliyati davomida aholi bilan xonadonbay ishlaydi. Ularning fikr va takliflarini tinglab, bankning mahalladagi vakili sifatida aholi bandligini ta'minlash va tadbirkorlikka yo'naltirish borasida yordam beradi. Mahallamiz aholi soni 3100 tadan iborat. Bularda ko'proq yerli mahalla bo'lgani uchun driver qishloq xo'jalik mahsulotlariga mo'ljallangan. Hozirgi kunda 300 tadan ziyod xonadon mana shu soha bo'yicha ishlab o'zining oilaviy daromadini oshirib kelyapti. Yil boshida aholida 22 ta ro'yxat bo'yicha ishsizlar bor edi. Bugungi kunda 18 tasi o'z ishini topdi, ish bilan band bo'ldi. Qolgan 4 tasi bo'yicha ham ish olib boryapmiz. Sayxonobod tajribasi bo'yicha bugungi kunda 74 tadan ortiq ishchi o'rni yaratildi. Bank ilovalaridan foydalanib kredit to'lashida, kommunal to'lovlar to'lash uchun bepul Humo va uz kartalarini ochib, olib kelib aholiga tarqatib turibmiz. Apex Bank tomonidan mana hozir mahallaning binosida kutubxona ochilib berdi, hamma sharoitlari bor. Bugungi kunda Xo'ja-Uchqon mahallasidan 10 ta xonadon tanlab olindi. Daromadini 60-70 millionga oshirish uchun loyiha paketlari tayyorlandi. Shulardan 5 ta xonadonga loyiha paketi yetkazib berildi. Tasavvur qiling, biror loyihani amalga oshirish uchun kredit olmoqchisiz. Endi banklarga borib, ovora bo'lishning hojati yo'q. Birgina mahalla bankiriga murojaat qilishning o'zi yetarli. Ular sizga albatta ko'mak beradi. Dilfuza Aydarova ham shu imkoniyatdan foydalandi. Mahalla bankiridan maslahat olib, o'z tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ydi. 17 sotik yerimiz, 7 sotikidan foydalanamiz. Unumli kashnish ekamiz. Xonadonimizga Apex Bank xodimlari kelib, tadbirkorlikni o'rgatishdi. Hozir endi kashnish ukrupli ekyapmiz. Birinchi foydamiz 15 million, 20 million foydasi bor. Yillik daromadi 100 milliondan oshiq. Bu ikkinchi hosila. 3-4 marta ekamiz. Ta'kidlash kerak, Apex Bank mahalla bankirlari orqali o'ziga biriktirilgan mahallalarda yana ko'plab tadbirkorlik imkoniyatlarini o'rganishni maqsad qilgan. Bu orqali mahalla aholisi mahalla bankirlari yordamida o'z loyihalarini amalga oshiryapti. Tadbirkorlik faoliyatini kengaytirmoqda. Oilaviy daromadi ham ko'paymoqda.